Juda ko'p tadbirkorlik subyektlari tomonidan qilinadigan yana bitta xato bu foyda solig'ida chegarilaydigan va chegarilmaydigan xarajatlarni aniq ajratib ko'rsatmaslik. Chegariladigan xarajatlar deganda korxona tomonidan bevosita ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan xarajatlar kiriladi. Chegariladigan xarajatlarni asosiy 3 ta turkumga bo'lsak bo'ladi. Birinchisi korxonani faoliyati bilan bog'liq bo'lgan xarajatlar, ya'ni ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va sotish bilan bog'liq bo'lgan xarajatlar. Ikkinchisi hujjatlar bilan tasdiqlangan bo'lishi kerak. Ya'ni sarf xarajat qilinsa, lekin hujjat bilan tasdiqlanmagan bo'lsa, bu chegariladigan xarajat sifatida qaralmaydi. Chegariladigan xarajatlarning 3-sharti iqtisodiy jihatdan asoslangan bo'lishi kerak. Ya'ni bozor qiymatiga mos, ortiqcha sarf xarajatlar bo'lmagan va kimnidir manfaatida ko'zlangan bo'lishi kerak emas. Chegarilmaydigan xarajatlar bular korxonani ta'sischilari tomonidan qilingan qanaqadir xarajatlar, korxonani faoliyatiga bog'liq bo'lmagan sarf xarajatlar, qanaqadir pullar o'tkazmalari yoki xodimlarga ortiqcha sarf xarajatlar qilinishi, rag'batlantirish to'lovlari bo'lishi mumkin. Shular chegarilmaydigan xarajat sifatida qaraladi. Yuqoridagilardan tashqari yana qanaqa xarajatlarni chegarilmaydigan xarajat deb bilsangiz, kommentariyga yozib keting.